Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, Cherry Xorazm Urganch obunachilari. Sizlar bilan birgalikda bugun o'sha Cherry Tiggo 7 Pro avtomobili haqida gaplashib o'tamiz. Lekin avvalambor e'tibor berishlaringizni istadim. Hozirgi kunda ko'pgina internet tarmoqlarida har xil videolar tarqalib turibdi. Avtomobillar to'g'risida ularning servis xizmatlari bo'yicha, keyin garantiyalari bo'yicha shuni sizlarga eslatib o'tamiz. Bizning Cherry Urganch Xorazm rasmiy dilerimizda avtomobillarimizga ADM Jizzax zavod tarafidan 5 yil 150 ming kilometrdan to 7 yil 200 ming kilometrgacha rasmiy kafolat beriladi. Shunga yarasha avtosalonimizda o'zida servis xizmat tashkil qilingan. Bemalol avtomobillarni xohlagan bir turdagi Cherry avtomobillarini kelib servis xizmatlaridan foydalanib ketsangiz bo'ladi. Endi avtomobilga qaytsak, ushbu ko'rib turgan avtomobillaringiz Cherry Tiggo 7 Pro avtomobilining premium komplektatsiyasi hisoblanadi. Hozirgi kundagi tan narxi 344 million 900 ming so'm, lekin maxsus foyda bilan istasangiz 319 million 900 ming so'm xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin ushbu avtomobilni xarid qilishdagi tartiblari, masalan, lizing asosindami yoki da imtiyozli kredit dasturlari asosida, bundan tashqari foizsiz muddatli bo'lib to'lash dasturlari asosida ham xarid qilib o'tsangiz bo'ladi. Endi shuni eslatib o'tamiz. Hozirgi kunda bo'lib to'lash dasturi qanday desangiz, ushbu avtomobilni umumiy tan narxini 30% boshlang'ich to'lov qilsangiz, qolganini 15 oy muddatgacha, 40% boshlang'ich to'lov bilan 18 oy muddatgacha, 50% boshlang'ich to'lov bilan 24 oygacha, 60% boshlang'ich to'lov bilan esa 36 oy, ya'ni 3 yil muddatgacha foizsiz bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Endi avtomobilning texnik xarakteristikasiga kelsak, avtomobilimiz shahar krossoveri hisoblanadi, oilaviy, kengina salon, yurishlari mягкий bo'ladi. Avtomobilimizda xususan texnik jihatdan 1.5 turbina motor bilan jihozlangan, 1.5 MPI motor hisoblanadi. Bemalol metanda yoki proponda harakatlanadi. Bundan tashqari harakatlanish tizimida Eco Sport rejimi mavjud bo'ladi. Endi görünüş jihatdan oldi faralari, orqa faralari hammasi LED chiroqlari bilan jihozlangan. Bu masalan duxollari bo'ladi. Gündüzgini yonib yuradigan chiroqlari. Bundan tashqari ushbu premium avtomobilimizni premium komplektatsiyadagi oldi qatorida e'tibor berishingiz mumkin parktroniklar joylashtirilgan va orqa qatoridan parktroniklari joylashtirilgan bo'ladi. Umumiy jihatdan olib qarasak, oldi orqa tomonida 8 dona parktronikdan iborat bo'ladi. Bundan tashqari avtomobilda 360 gradus kameramiz bor, ya'ni to'liq 360 gradusda siz ichindagi monitor orqali video tasvirlarini tomosha qilib o'tirishlaringiz mumkin. Oldi reshotka radiatoriga e'tibor bersangiz, tomchi shaklida ishlatilgan. Bamir o'zgacha vid berib turadi harakat davomida. Keyin oldingi qismida 360 gradus kameramizni oldi kamerasi joylashtirilgan bo'ladi. Faralarimiz aytib o'tganimizdek qoraytirilgan, maxsus. Hozir yana qoraytirib yurish shart emas, hech qanday qoraytirilgan va ichi LED chiroqlari bilan jihozlangan. Endi avtomobilimizda 18 dyumli quyma qatishmali disklar bor. Bundan tashqari balonlar ham mягкий balonlar bo'ladi. Hech qanday salonni olib chiqib ketib, balonni almashtirib yurish shart emas. Boshqa bir avtomobillarga o'xshab bemalol yumshoq balonlar bilan harakatlanadi. Bu quyma qatishmali chunni deymiz. Sinib ketmaydigan diskalar, zavodskiy chisi sinib ketmaydigan. Yon tarafida bakoylarni ko'rishimiz mumkin. Bakoylarimiz ham elektronli yo'nalib ochiladigan bakoylar. Bunda e'tibor bersangiz, yana 360 gradusimizni yon kameralar ham joylashtirilgan bo'ladi. Pоворotli chiroqlarimiz ham bakoyda joylashtirilgan. Eshiklarimizda beskulchoy do'stlarimiz mavjud. Beskulchoy do'stni hammamiz bilamiz, shunda eslatib o'tamiz. Kalitni avtomobil o'zi donib ochib qaradi, donib ilib qoladi. Kalit orqali sensorda ishlaydi. Distansiyadan. Keyin orqasini nazar tashlasak, orqamizda uzun LED chiroqi bilan jihozlangan bo'ladi. Bu splashning uzun bir xil bo'lib yonib turadi. Orqa dvornik oyna tozalagichlarimiz, keyin yana aytib o'tganimizdek orqa parktroniklarimiz va orqasida
arka kameramız o'rnatilgan bo'ladi. Yana e'tibor berdiğinizde bagajnikimiz elektronli açıladi, elektronli yapıladi. Endi bagaj kısmımızda ne olur e'tibor berishimiz mumkin? Bagajımız katta keng. Bemalol katta hajmdagi yuklarni joylashtirib harakatlansangiz bo'ladi. Perdalari o'rnatilgan, zavodskoy. İsteseniz perdalarni olib tashlab, arka qator sidinalarni bemalol oldingi tarafa yotirib, kattagina hajmdagi joyni tashkil qilsangiz bo'ladi. Agar yuklaringiz katta bo'lsa yoki uzoqroq yerlarga ketib dam olajak bo'lsangiz, bemalol joylashib shu yerda dam olsangiz ham bo'laveradi. Endi avtomobilimizni zapaska balonlarini e'tibor bersak, zapaska balonlar ham o'zini razmerida 18 dyumli diska balonlardan tashkil topgan bo'ladi. Elektronli deb aytib o'tdik, bagaj qismimizni o'zini tugmalari mavjud. Misol yopdik, bagajimizdan bezopasli rejimlari bor. Ya'ni yopilgan vaqtida yoki ochilajak vaqtida to'siqmi, ustunmi yoki biror narsa degan taqdirda avtomatik orqasidan qaytib ketadi bagajimiz. E'tibor berib o'tasizlar. Avtomobilga yoqilg'i quyish bakimiz chap tarafda joylashgan. Mana e'tibor berib o'tingmi? Bu Euro standartda chap tarafda joylashgan bo'lib, Euro 6 standartdagi 92 yoki undan yuqori benzin tavsiya qilinadi zavod tarafidan. Endi ichki interyerini nazar solib o'tamiz. Ushbu premium komplektatsiyadagi avtomobilimizni ichki interyer ham bir o'zgacha ishlangan. Ya'ni avtomobilda ichki interyeri nolagira. Panorama lyukni ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Panorama lyuk faqatgina shishaning o'zidan emas, lyuk mexanizmdan iborat bo'lib, ochilib, yopilish tartibida ishlaydi. Endi avtomobilda polniy kojunli salon, sidinalarimiz oldi qator ham, orqa qator ham isitish tizimi bilan jihozlangan. Oldi torpedalarimiz, eshiklarimizni bakoy qismlari, keyin ruchka joylarimiz hammalari kojadan iborat bo'ladi. Plastik ishlatilgan joylar ham plastiki sifatli plastiklardan ishlatiladi. Bu ya'ni восстановляющий bo'ladi, o'zini holini qaytadi. Chizilib, qirchilib ketmaydi. Rulimiz elektrousilitilniy и multiruldan iborat bo'ladi. Multirulimizni chap tarafida cruise control tugmalari, o'ng tarafida monitorni boshqarish tugmalari bilan jihozlangan bo'ladi. Kattagina bar. Barimizda xolodilnikimiz mavjud. Telefon besprovодноyimiz mavjud. Rushon tormozlarimiz elektronli, avtohold tizimi mavjud. 360 gradus kamerani bevosita kuzatib o'tirish tugmasi, EcoSport rejimlarini o'tkazish tugmalari va stabilizatsiya tugmalari bizani podyomadan baland joylardan tushishda yordam beradi. Hamma zamonaviy vositalar bilan jihozlangan bo'ladi. Chap qismida bagajnikni ochib yopish tugmasi va oldi foralarni regulirovka qilish tugmalari o'rnatilgan bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, rulimiz elektronli. Oldi oynamiz to'liq spiral bilan qoplangan. Bu qish kunlarida kamera buni ko'rsatib biladimi yo'qmi? Oldi oynani, orqa oynani, bakoylarimizni muzab qolishini oldini oladi. Yana ko'pgina jihozlar bilan gerekli zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan ushbu avtomobilimizda klimat kontrol, bundan tashqari xolodilnik ko'p narsalarni aytib o'tishimiz mumkin. Bular haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'laman desangiz, bizani rasmiy Cherry Xorazm Urganch avtosalonimizni Dillilik markazina tashrif buyurishlaringiz mumkin. Adresini eslatib o'tamiz. Xiva Quruq yonida, Urganch shahar mostdan tushgandan chap qo'lda, Xivadan kelishda Quruqqa kirib to'g'ri o'tasiz. Telecenter tarafdan kelib, Quruqqa kirib, o'ng tarafga aylangan yerlaringizda joylashgan bo'ladi bizning dillerlik markazimiz. Shu yerga kelsangizda ushbu avtomobilimizni liboy bir avtomobillar bilan solishtirib ko'rish imkoniyatlaringiz mavjud. Bundan tashqari avtosalonimizda test drive zonalarimiz mavjud. Haydab ko'rishlaringiz mumkin. Yana boshida eslatib o'tganimizdek, o'zlarimizning servis xizmatimizdan o'zlarimizning dillerlik markazimizda mavjud. Agar sizda bemalol Cherry avtomobillari mavjud bo'lsa, ularda problemalarimi, boshqa bir nosozliklarimi, nolari bo'lsa, bemalol servis senterimizga kelib avtomobillaringizni ta'mirlatib ketsangiz bo'ladi. Hammalaringizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.